Do'stlar, qishloq hayoti. Basseyn. Hozir короче qo'yni boplaymiz. Qo'y so'yishimiz kerak, ikkita qo'yni so'yamiz, xudo xolasa. Mana shunda ahvolini qarang, uni полностью mo'yka qilish kerak. Mana biz tovuqlar, injuklar. Qo'ylarni xudo xolasa. Onlar taraflarına. Bu nima deydi? Bu qishloq hayoti deydimi? Bu qishloq hayoti. Eslaridan chiqarmaymiz. Xullas, bizda shunaqa gaplar jigarlar. Shunda yashayapmiz. Of. Juda ko'p yangilik deydimi? Nima deydi? Xo'p, biz hozir ikkita qo'y so'yishimiz kerak. Kecha so'yishimiz kerak edi. Kecha uspet qilmadik. Bugun so'yamiz, 7 ga so'yamiz, xudo xolasa. Bizda holi mana ko'rib turganlaringdek, bitta stroykalar, nestroykalar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Senga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi. Maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi.